Erkaklarni yer sharining hamma yerida uchratish mumkin. Ular sut emizuvchilar oilasiga mansub bo'lib, asosan uylanish orqali ko'payishadi. Ichmasa odamlarga deyarli hujum qilmaydi. Go'sht, tuxum, kalbasa, o'pka, jigar, buyrak, kalla pochani sevib iste'mol qilishadi. Ba'zan xotinlari pishirgan narsalar bilan ham oziqlanadilar. Ularning fe'li o'zgaruvchan bo'lib, necha yil umr ko'rishi xotiniga bog'liq. Eng katta xatosi xotini borligidadir. Erkaklar asosan 4 turga bo'linadi: semiz, oriq, uzun va kalta. Ular soatiga 20-25 km tezlikda harakatlanadilar. Ichib olganda esa soatiga 50 sm tezlik bilan yuradilar. 20 yoshgacha bo'riga, 35 yoshgacha yo'lbarsga, 40 yoshgacha sherga, 50 yoshgacha ayiqqa, undan keyin esa muschaga o'xshab qolishadi. Erkaklarni yer sharining hamma yerida uchratish mumkin.